Endikilik siyemez mavzusu munda. Yaponiya avammat kişi arka-arkadan faaliyet kılışkı başladı. Cenubu Deniz işleriga kölemlik arlışamdı. Mavzula haber 8. ayının 22. gün Venvitor betid ilan kılındı. Haber bundak başlar. Yaponiya deniz qoğdunuş kısımları 21. günü tarqatkan haberde bundak görsetdi. Muşu ayının 26. günden 10. ayının 30. günü geçir cümleden Yaponiyanın köp tonnalık harbiy parxotu ve avamat kişi Jahu belgelik avamat kişini öz içine algan 3 tane harbiy parxotu G'arbiy Tinch Okean ve Hindistan, Endonezya, Singapur, Sri Lanka, Filipin qatarlıq 5 devlette to'xtaydi. Her qaysi devletlerinin deniz armiyaları bilen birlikte harbiy manevr ötközüdür. Haberde mundaq ko'rsatildi. Bu hareket 800 nafar askeri qisam qatnashidir. Yaponiya NHK televiziya stansiyasi mundaq ko'rsatdi. Bu hareket Janubiy dengizda harakat qilayotgan jungoni cheklashni maqsad qiladi. Ya'ni bu hareket Janubiy Jungo dengizda harakat qilayotgan jungoni cheklashni maqsad qiladi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Yaponiya deniz qo'g'dinish qismlari Janubiy dengiz ve Hindiya okeanida uzun muddat harbiy mashq elib berish bu az ko'riladigan bir ish. Bu hareket Yaponiya armiyasi Amerika armiyasi qo'l tutishib, jungoni cheklash xohishini ko'rsatdi. Yaponiya deniz qo'g'dinish qismlarining yuqori darajali qo'mondoni Sun Chuanping mundaq ko'rsatdi. Bizning qarashimizcha bu qatimqi harakat Yaponiya yo'lga qo'yayotgan erkin ve echib etilgan Hindiy Tinch Okean strategiyasining bir qismidir. Bu orqali Brayonning tinchligi va muqimligini qo'g'dash bilan bu ishlar birdaklikka ega. Jungo harbiy ishlar mutaxassisi mundaq hisobladi. Yaponiya Jahu belgilik cho'ng tipli zamonaviy harbiy parxot avatib Janubiy dengizda uzun muddat faoliyat qilishi Yaponiyaning Janubiy dengiz ishlariga zo'r ko'lamda aralashadiganligining belgisidir. Amerikaning Osiyo Tinch Okean ve Janubiy dengiz masalasi bo'yicha Yaponiyaning Amerikaga yordamchi bo'ladiganligining belgisidir. Ve belgelik ahamiyatni tayyorlab bo'lganligidir. Bu hareketga diqqat ag'darishimiz kerak dedi Jungoning harbiy ishlar tadqiqotchisi. İsmi tushib qopti, ismi kelib qopti, kechiringlar. Jahu belgelik harbiy parxot su ayirish kuchi 27 ming tonna. Aeroplan saqlash iskelati bor. Su osti parxotga qarshi 10 dan ortiq tik uchar aeroplanni saqlay oladi. Amaliyotdan aytganda bu parxot su osti parxotlarga qarshi turishni muhim vazifa qilgan avtomatga o'xshaydi. Kelgusida agar Yaponiya dengiz qo'g'dinish qismlari bu parxotga F-35B belgilik harbiy aeroplanni o'rinlashtiradigan bo'lsa, undaqda bu harbiy parxot haqiqiy ma'nodagi avtomatga aylanadi. Xabarlar qaraganda o'tgan yil 5-oyda Yaponiyaning Chuyin belgilik harbiy parxoti Janubiy dengiz ve atrofdagi dengiz sohillarida to'xtab, Amerika avtomatkilari bilan birlikda manevr elib borgan edi. O'tgan yilning 5-oyida bu yil endi buni boshladi. Yangi mavzu, hurmatli vatandosh, biz boshdan nima dedik? Prezident Trump Jakartadagi jungoga 160 milliard dollarlik tamojni beji qo'yish haqida jakarlagandan keyin Xitoy buningda o'ch olaman degan edi dedik.
Kızak bir şu ki hazır 23. günden başlap Washington'da Cumhuriyet Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida savdo tijorat suhbati ketyapti. Enlikli xabar nima deyildi? Diqqat qiling vatandosh. Zarbi berish. Jungo Amerikaga yo'l qo'ygan 160 milliard dollarlik tovar mallarga tamojni beji qo'yish siyosatiga qarshi zarbi berishni qaror qildi. Mavzuli xabar 8-ayning 23 gün Xinhuashi anlattı. Davlat Mahkamasining Bosh Prinsipi komiteti asli Amerikada ishlangan qimmati 160 milliard dollarlik tovar mallarga tamojni beji qo'yish uqtirishiga asoslanib, Jungo taraf Amerikaning 160 milliard dollarlik tovar mallarga 25%'nin tamojni beji qo'ydiganligini va bu siyosatning 23 kuni soat 12da rasmiy yo'lga qo'yiladiganligini e'lon qildi. Uqtirishning mazmuni tuvandikcha. Birinchi, Amerika tovarlariga haslab boj qo'yish. İkinci cədvəldəki tovarlar isimligi. Moşu uqtirishqa qo'shim chiqilindi. 2018-yil 8-ayning 12-kundan boshlab soat 12da ijro qilindi. 23-kechiringlar. 8-ayning 23-kundan boshlab soat 12da ijro qilindi. Aslab boj elish yo'l qo'yildi. İkinci, Qalğan İşlar Komitetining uqtirishiga asosan Jungo Davlat Mahkamasi Bosh Xalqaro boj tamojni beji komiteti va yani mamlakat boj prinsiplari to'g'risida komitet ekan bu. Shu komitetning uqtirishiga asosan 2018-yillik 5-nomerlik siyosat bilan yo'l qo'yildi. Jungo Davlat Mahkamasi tamojni beji boj ishlari komiteti 2018-yil 8-ayning 8-kuni. Demak, 8-ayning 23-kuni Jungo Amerikaga qarshi boj elish siyosatini yo'lga qo'yishni 8-ayning 8-ayning 8-kuni tayyorlab bo'lgan edi. Demak, o bugun 23-kuni bu siyosatni yo'l qo'ydi. Demak, 23-kuni Prezident Trump o'ttirib qo'ygan 160 milliard dollarlik Jungoda import qilingan tovar mallarga boj qo'yish siyosiy yo'l qo'yildi.